Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kech. Sizlar bilan Izzat Mamatov va bugungi mavzuyimizda lidlar haqida gaplashamiz, ya'ni sifatli va sifatsiz lidlar va lidlarning harorati haqida. Videomiz unaqa uzun bo'lmaydi, xudo xolasa jaydaricha qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, agar siz targetolog bo'ladigan bo'lsangiz va onlayn kurslar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, lidlarning sifati va harorati sizni ishingizda juda ham katta rol o'ynaydigan bo'lsa, videoni boshidan oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya beraman. Xudo xolasa foydali bo'ladi va agar siz tadbirkor bo'ladigan bo'lsangiz va keyinchalik targetolog va call center bilan ishlaydigan bo'lsangiz, keyinchalik sizga katta yordami tegishi mumkin va videoni boshidan oxirigacha ko'rishingizni sizga ham tavsiya qilaman. Xo'p, keling unda boshlaydigan bo'lsak. Qachonki tadbirkor lidni sifatsiz deb bilganda ikki kishini aybdor deb biladi. Birinchisi targetolog bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi call center bo'ladi. Ya'ni call centerda уже alishtirish yoki targetologda alishtirish bilan shug'ullanadi. Lekin biling, muammo umuman boshqa joyda, ya'ni ikkalasida ham ayb yo'q. Keling sizga уже сразу misollar bilan tushuntirib ketaman. Sizni CRMingizga lid tushdi va уже call center shu lid bilan aloqaga chiqdi. Sotuvchi, ya'ni call center. Assalomu alaykum palonchi aka, salomatmisiz? Valid javob beryapti. Va alaykum assalom, rahmat. Kim bu? Tanimadim. Men pistonchiman, qaysidir kompaniyasidan kurslarimizga qiziqish bildirgan ekansiz va telefon raqamingizni qoldirgan ekansiz, to'g'rimi? Valid javob beryapti. Ha, qoldirganman. Bu o'zi sifatli lid. Sifatsiz lid qanday bo'ladi? Assalomu alaykum palonchi aka, salomatmisiz? Va alaykum assalom. Men palonchi emasman, adashtirdingiz. Bu o'zi sifatsiz lid. Bu bilan o'zi yana qayta aloqaga chiqib, mahsulotingizni sotishga harakat qilmang. Umuman o'zi foydasi yo'q, bekor vaqtingizni sarflagan bo'lasiz. Xo'p, endi qarang, asosiy savolga qaytadigan bo'lsak, lid ha dedi, ya'ni sifatli lid ha dedi. Ya'ni telefon raqamingizni qoldirganmisiz deganda ha deb javob berdi. Lekin nimaga sizni mahsulotingizni sotib olmadi? Bizda lid harorati degan narsa bor va lid harorati bizda 3 ta etapga bo'linadi. Xo'p, keling, birinchi lid harorati nimaligini aytib o'tsam. Lid harorati mahsulotingizni sotib olishga qanchalik tayyor bo'lgan insonlar hisoblanadi. Xo'p, aytib o'tganimdek, lid harorati 3 ta etapga bo'linadi. Bular TOF, MOF va BOF. Xo'p, TOF nima bu? Top of funnel, ya'ni baronkamizni eng tepa qismi va sovuq auditoriya hisoblanadi. Siz haqingizda bilmaydi, ma'lumotga ega emas. Siz umuman bilmaydi, просто reklamangizni ko'rgan, sizga obuna yo bo'ladi, yo bo'lmaydi. Bu уже top of funnel. Sizga даже ishonchi ham bo'lmaydi, siz mahsulotingiz borligi haqida ham bilmaydi, siz mavjudligingiz haqida ham bilmaydi. Bular уже top of funnel. Middle of funnel. Xo'p, middle of funnel siz haqingizda biladi, obuna bo'lgan, mahsulotingiz haqida biladi, lekin sizga bo'lgan ishonchi yo'q. Middle of funnel bu. Va oxirgisi bu bottom of funnel, ya'ni baronkamizning eng tag qismi va eng qaynoq auditoriya hisoblanadi. Bular sizning mahsulotingiz haqida, siz haqingizda biladi, mahsulotingiz haqida biladi. Xudoga shukr. Mahsulotingiz haqida biladi. Sizga bo'lgan ishonchi ham bor va sizning mahsulotingizni sotib olishga почти tayyor bo'lgan auditoriya hisoblanadi. Xo'p, qarang, top of funnel bu sovuq lid. Ko'rib turganingizdek ham baronkada ham eng sovuq lid tepadan pastga qarab tushadi va bu insonlar sizni sotib olishga 30% tayyor bo'lgan insonlar hisoblanadi. Keyingisi bu middle of funnel, ya'ni iliq lidlar. Bular sotib olishga 50% tayyor bo'lgan insonlar. Va oxirgisi issiq lid, aytib o'tganimdek, sizning mahsulotingizni почти 80% mahsulotingizni sotib olishga tayyor bo'lgan insonlar hisoblanadi. Endi har bir nimalarga, funnellarga, har bir auditoriyaga alohida yondashish kerak. Ya'ni agar ular bilan bir xilda hammasi bilan teng gaplashadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz kamroq sotuv qilasiz. Top of funnel aytib o'tganimdek sovuq lid va bottom of funnel issiq lid. Lekin shu bottom of funnelga yetib kelgan insonlar ham qachondir sovuq auditoriya bo'lgan, ya'ni top of funnel bo'lgan. Ular sekin-sekin sizni mahsulotingizni sotib olmagan taqdirda ham birinchi etapda obuna bo'ladi, keyingi etapda mahsulotlaringiz haqida qiziqadi, uchinchi etapda sizni ekspertligingizga ishonish uchun qanchadir vaqt sizni shu ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boradi va oxir oqibat sizni mahsulotingizni sotib oladi. Shunaqa. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, aytmoqchi bo'lganim, agar sizga qiziq bo'ladigan, ya'ni siz targetolog bo'ladigan bo'lsangiz va har bir shu top of funnelga qanday reklama yoqish kerak, middle of funnelga qanday reklama yoqish kerak, bottom of funnelga qanday reklama yoqish kerakligi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, xudo xolasa bu bo'yicha ham sizga bepul darslik qilib shu YouTube'ga joylayman. Shunaqa. Va siz shuni bilishingiz kerak, shu top of funnelga siz boshqacha ya'ni reklamadan foydalanishingiz kerak. Middle of funnelga boshqacha reklamli videolar chiqarishingiz kerak va bottom of funnelga boshqacha reklamalar chiqarishingiz kerak va ularni har bittasini alohida papkalarga o'tkazib olishingiz kerak. Bular haqida ham agar xudo xolasa aktivimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, video qilib chiqaraman. Xo'p, bugungi mavzuyimiz shu. Keyingi mavzuyimizda lidlar harorati, ya'ni lidlarning haroratiga bo'lib bo'lgan holatda ular bilan qanday gaplashish kerakligi haqida bo'ladi. Bu bo'yicha ham agar aktiv yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shunda keyingi videoni chiqaraman. Bugun esa shu ko'rishguncha xayr, mavzuyimiz shundan iborat. Qanaqadir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, kechirasiz degan umiddaman.